daraxt kessang 10 ta daraxt ek deb mana ota bobolarimiz bekorga aytmagan. Har bir o'qituvchini, har bitta faol ekologik faol insonni vazifasi, ayniqsa o'qituvchilarimizni mana akademik litsey o'quvchilarimizga ekologik madaniyatni barqarorlashtirish, ularga ekologik ong, ekologik tafakkur, ekologik ta'lim berish orqali mana shunday tarixiy tabiiy boyliklarimizni ertangi kunimiz egalariga sof holda topshirish bu bizning har bitta ekologik faol kasaba uyushma a'zosining vazifasidir. Daraxt, bitta umr deganidir.